just some of it being ignored by other people. Demek negatif sıkıntıları, stres boğultuları, o being ignored by other people. Başka bir zamanda ignorluş için stres boğultuları. Üçüncüsü, nima eslatib o'tganlarini qaysi bir claim orqali topishimiz kerak. Nega emas, balki qaysi claim yaxshiroq bildiradi shu stres bo'layotganligini ko'ramiz. Hey, but you don't ask for water. You cannot speak. Bu yerda boshqa insonlar tomonidan ignorance bo'lyaptimi? You cannot speak. Ma'lum narsa emas. U o'zi gapirmagan tufayli suv ololmaydi. Everyone knows that you are dying of thirst, yet they don't drink water. That being ignored by other people, boshqa tomonidan ignore bo'lyapti va hamma biladi san chapoq bo'layotganligini. Lekin ular suv olib kelmayapti. Manimcha shu to'g'ri javob. Nuqta qo'yamiz. And I who had happiness to share and wanted to share your happiness. Manimcha happiness boshqa narsa emas. Ignorance emas. Umuman to'g'ri kelmaydi. Nonsense bo'lib qoldi o'zim. I who loved you, spoon river and carried your love. Bu yerda umuman to'g'ri kelmaydi. Bu juda yo'q. Baribir shu javob to'g'ri bo'lib chiqadi. Chunki bizda ignorance so'ralyaptimi? Ignorance bor va jamoatdan o'tgan o'rgatib shuni so'rab kelmayapti. Bu aniq ignorance. Burada o'sha hozirda chatga asoslangan savol, buni SATning English qismini yechib ko'rishimiz kerak bo'ladi va biz Python kitobini oldik. Hop, average writing score by frequency of reason for fun. Tekstni o'qiymiz va blankni to'ldirishimiz kerak. Blankni. So, tekstni ma'nosi shuki, the more you read for fun, the higher you score. Manimcha bu logical. Agar siz yaxshiroq ko'proq o'qisiz, demak yaxshiroq baho olasiz. Demak, never or hardly ever qolgan odamda kam o'qiladi va almost daily har kuni o'qiyotgan, hatto har kuni necha o'qiyotgan odamda juda ko'p baho kelar ekan. Writing testida. Endi bizda savol bo'lyapti, qanaqa savol? Like that. So, in fact, those who read daily for fun outperform. Demak, o'tib ketar ekan testida. Kimlar o'tib ketadi? Who never or hardly ever read by approximately some points on national writing test. Demek, umuman o'qimaydigan insonlarga qaraganda, qaysi har kuni o'qigan odamlar necha ballni ko'proq ketadi. Bu yerda optionlar bor, lekin siz har bir optionni bu xato deb o'qib chiqishdan ko'ra, shunchaki ma'lumotda chatga qarab, difference topib, o'sha bitta option tanlasangiz bo'ladi. Hop, bu yerda qarang. 130 dan o'tgan, 135 deylik. 160 dan o'tgan, 165. Difference qancha bo'lyapti? 30 point. Demak, to'g'ri javob 30 points bo'ladi.